Bu Forshke mexanizmi pulti. Bu pult bilan 3 xil funksiyani bajara olamiz. Birinchi funksiyamiz ochadi. İkinci funksiyada bu yopadi. Uchinchi holatda siz istagan joyingizda to'xtata olasiz, ya'ni xohlagan gradusda ocha olasiz. Har qanday balandlikka mana shunaqa mexanizm qo'yib bera olamiz. Ochilib yopilishlari juda yumshoq, rejimlari zo'r. Sovuq, shamol, suv kirmaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilaverasiz.